Tohirjon aka bugun yaxshi niyat bilan payg'ambarimizning sunnatlaridan biri nevaramizga to'y aqiqa qilyapti. Hammaga ham mana shunday yaxshi to'ylar, farzandlarning aqiqa to'ylar qilishni nasib qilsin. Bir yaxshi Qur'on tilovat qilsa, shu Qur'on tilovatdan keyin boshlayveramiz. Hoji aka bir. Azizlar, birodarlar, mana Toyirjon akamiz bugün mana shu elda yig'ib Alloh subhanahu va taolo bu nabiramizga zurriyot bergan ekan. Mana zurriyotini haqlariga bir elidan duo olay deb to'y aqiqa qilib barchamizni mana tashrif turibdi Parvardigor. Mana shu qilinayotgan avvalo aqiqa to'ylarini Alloh subhanahu va taolo ajr savoblarini ziyoda qilib bersin. Aqiqa bo'layotgan nevarayam bir yaxshi inson bo'lib, avvalo yurtimizga, xalqimizga, ota-onalariga, vatanimizga, qolaversa diniy islomga xizmat qiladigan bir solih farzand qilib, payg'ambarimiz Rasululloh aytdilarki, zurriyot bergandan keyin otasiga, onasiga 7 ta amalni bo'yniga qo'ydilar. Birinchisi, ya'ni bergan zurriyot bosish shirinlik bilan. İkincisi unga to'y aqiqa qilib, undan keyin sochini oldirib, sochi og'irligida ehson qilib ishonib kelaverdi. Ehson qilib, ehson barobarida kumush og'irligida sochini ehson qilishlikni Alloh payg'ambarimiz zurriyot bergandan keyin mana shu amallarni ota va onaga berilishini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'ynilariga osib qo'ydilar. Albatta mana shu nabira bir yaxshi inson bo'lishligini mana shu duolar olib, mana shu duolardan mana ihson qilib barchamizni tashrif buyurib taklif qilib turibdi. Avvalo Parvardigor mana shu nevaramizni bir yaxshi inson qilib, ota-onalariga, vatanimizga, diniy islomga xizmat qiladigan bir solih farzand qilib, ota-onalariga va ummatda jannatdan bir tashrif keltiradigan bir farzand bo'lib ulg'aytishini Alloh subhanahu va taolo bu Toyir nevaramga nasib qilsin Parvardigor. Keling bir mayli bir Qur'on o'qiylik. A'udhu billahi shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعناب وكواعب أطراف وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إلهكم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الحمد لله رب العالمين آمين. Tilovat Qur'on, halovat iymon, Bismillahir Rahmonir Parvardigor o'qilgan oyati kalimadan bo'lgan savobni avvalo jami ko'tgan payg'ambarlar, xususan ikki olam oftobi Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhoniyatlariga, mana shu qo'l ko'tarib turgan barcha birodarlarimizdan ham umidvor bo'lgan o'tganlarimning ruhoniyatlariga, xususan Parvardigor mana shu manzillarda yashab o'tgan mana shu xonadon sohibalaridan umidvor bo'lgan o'tgan ota avlod, o'tgan ona avlodlarimning ruhoniyatlariga, Hazreti Davud boyu Zangi bovo, Cho'pon ota bobo degan bobolarimiz haqlariga ham, xususan Parvardigor mana shu ikalarimizdan umidvor bo'lgan, nabiralardan umidvor bo'lgan o'tgan bobolarining, momalarining, o'tgan qavm qarindoshlarining haqlariga, xususan Parvardigor mana shu
Kendimizden umidvor bo'lgan o'tgan buvalarning haqlariga, buvamiz Salim buvaning haqlariga, Parvardigor momoning haqlariga, Parvardigor shu dadasi Qoyim buvaning haqlariga, onasidan umidvor bo'lgan o'tgan buvalarning, momolarning o'tganlarining haqlariga, jamiki o'tganlarining haqlariga shu kalomingdan o'qilgan ushbu navba so'ra hadiya qildik. Avvalo Parvardigor shu o'tganlarning ruhlarini shod, joylarini jannatdan qilib, qiyomat azobiyu qabr azobi, jahannam azoblaridan o'zing saqlab, ta davri qiyomatgacha qabrlarini Qur'on nurlari bilan munavvar qilib, ruhlarini rozi qilib, shod qilgin. Qabrlarini Parvardigor mana shu o'qilgan navba surasi bilan qabrlarini, mana shu navba surasi bilan qabrlar marhamat nasib etsin Parvardigor. O'zingga ibodat qildik, Alloh, o'zingdan so'radik. O'zing haqsan, o'zing buyuksan, o'zing har narsaga qodirsan, Alloh. Allohumma arhamni bil Qur'anil azim waj'alhu li imaman wa nuran wa rahma. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته لنا الليل واطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين. Parvardigor, mana o'zing kalomingdan o'qidik, o'tganlarimizning haqlariga duolar qildik, nabiylarning haqlariga chiroyli mana jamoa bo'lib duolar qildik. Parvardigor, mana shu qilingan duolarni Parvardigor o'zing ijobat qilgin. Parvardigor, mana bu shu Toyirboy akamizning ham o'g'iloshlariga, kasbi korlariga Parvardigor o'zing baraka berib, barcha mana shu qavm qarindoshlarining onasining duosini olib, uni o'sibligini Alloh nasib rozalagin. Allohu akbar. Assalomu alaykum jamoat. Azizlar, bana Eshon buvamiz, Hatib buvamiz, Eshon buva, Jamolxon Eshon buvamiz tashrif buyurdi. Bir ikki og'izgina bir amri ma'ruf eshitaylik, mana nebaraning haqlariga bir duo qilsin. Mana to'y aqiqa qilinayotgan nebaraning haqlariga, mana bu Toyirboy akamizning haqlariga bir chiroyli duolar qilsin. Eshon buva, marhamat. Rahmat hoji. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu ta'ala, amma ba'd. Alloh haq subhanahu va taologa beadad behisob hamdlar, shukronalar, maqtovlarimiz bo'lsin. İki alam sayyidi Habibimiz Nabiyimiz alayhi salatu vassalamga esa durudu salavatu salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugün bu izdihomda, ya'ni bu ziyofatlarni, bu shukrona dasturxonlarni yonida o'tiribmiz. Ya'ni bu ziyofatni, izdihomda sababchisi bo'lib turgan go'dakchani Alloh taolo solihlardan bo'lishligini, xodimi shariat bo'lishligini, xodimi Qur'on bo'lishligini, xodimi hadis bo'lishligini Alloh haq subhanahu va taolo o'zi nasibini muyassar aylasin. Muhtaram birodarlar, ya'ni bugün akamiz farzandlariga shukrona to'y qilib, to'yi aqiqa qilib, mana shunday bir bo'yinlarda bo'ladigan bir mas'uliyatni bugün ado qilib turibdi. Muhtaram azizlar, Alloh taolo o'zining muborak kalomida shunday marhamat qiladiki, Bismillahirrohmanirrohim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya deydi. Sadaqallohul azim. Oyatning ma'nosi shunday, muhtaram birodarlar. Alloh taolo al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, mol-u dunyo, ya'ni bir bandaga Alloh taolo mol-u dunyo bersa, u dunyoning ziynatlari. Agar bir ota-onaga Alloh taolo farzand bersa, u ham dunyoning ziynati deb turib Alloh taolo marhamat qildi. Biz ziynatdan nimani tushunamiz? Biz ziynatdan bizga qadrlik bo'lgan narsani tushunamiz. Bizga aziz bo'lgan narsani tushunamiz. Bizga bir mu'tabar bo'lgan narsani tushunamiz. Bir qadri bilan qadrlik bo'lgan narsani biz albatta ziynat deb bilamiz. Alloh taolo ham bir ota-onaga farzand bergan vaqtida u ziynat bo'ladi. Otasiga ziynat bo'ladi, onasiga ziynat bo'ladi. O'sha ziynatni ota-ona avaylab asrashligi lozim bo'ladi. Mana shu sababdan muhtaram azizlar, Alloh taolo bir ota-onaga farzand bergan paytida uni chiroyli tarbiya, odob, axloqli qilib tarbiyalanishlikni ota-ona harakatida va jiddiy jahdida bo'lishligi lozim bo'lar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
Ya'ni o'zida hadisi muboraklarida aytadilarki, aqiqa ya'ni shunaqa narsa. Aqiqaning lug'aviy ma'nosi bor, istilohiy ma'nosi bor. Bu lug'aviy ma'nosi aqiqa deganda biz bu aqiqaning lug'aviy ma'nosi kesmoq. Ya'ni kesmoq, yormoq degan ma'nosi bor. İstilohiy ma'nosi esa ota-onaga berilgan bir farzandga jonliq so'yib, ya'ni undan qon chiqarib, ya'ni uni jonliq so'yishlikni aqiqa deydi. Istiloh o'sha lug'aviy ma'nosiga birinchi e'tibor qilishligimiz kerak. Kesmoq va yormoq deganda nimani tushunishligimiz mumkin? Payg'ambar alayhisolatu vasallam kullu g'ulamin bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm sabi'ihi va yuhlaq va yusamma kunlari bor. Tog' kunlarda dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog' kunlarda aqiqa qilinadi dedilar. Bu eng hadisda kelganligi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bola aqiqa so'rab dunyoga keladi dedi. Haqiqatan ham aqiqa qilinishligi kerak. Unda unga ism qo'yiladi dedi. 7-kunida ism qo'yiladi va uni sochi olinadi va unga to'yi aqiqa qilinadi dedilar. Sochi olinishini qornida bo'lgan, ya'ni bola bilan onaning ichida bo'lgan sochni olib tashlashlik, ya'ni bolaga zarar bermaslik. Har xil bolani mikrob, ya'ni sochida bo'lgan mikroblardan bolani xoli qilishlik. Ham ruhan, ham jismonan baquvvat bo'lishlikka, tarbiya topishlikka mana shu soch olishlik bog'liq hisoblanadi. Mana shu sababdan payg'ambar Rahmat, assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Bolaning sochini olsin va unga sochining og'richalik kumush ihso qilsin dedi. Sochining og'richalik 1 gram kumushni bugungi kunda 200 ming so'm qiladigan bo'lsak, shu 200 ming so'mni bir kambag'alga, beva bechoraga ota-onasi bersin. Va unga chiroyli ism qo'yishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Qur'oni Karimda, ya'ni Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni abd deb atadi. Shuning uchun, ya'ni banda deb atadi. Alloh Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha sababdan aytadiki, ismlarning eng yaxshisi abd bilan boshlanadigan dedi. İsimlarning negaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo abd, ya'ni banda, qul degan ma'nosida sifatlaganligi uchun ulamolar aytadiki, ism yaxshisi abd bilan boshlanadigan deydi. Ya'ni qaysi bir ota-ona farzandiga abd bilan boshlanadigan, ya'ni Abdurrahman, Abduqodir degan ismlarni qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh bu ham bir chiroyli tavsiya hisoblanadi. O'sha sababdan muhtaram birodarlar, to'yi aqiqa, ya'ni shunaqa ulug'ligi bor. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki, kim bir farzandiga aqiqa qiladigan bo'lsa, bola dunyoga kelgan paytda ikkita unga bo'ladigan yomonliklar osiqlik turadi dedi. Shu bu osiqlik bo'lgan kim farzandiga bir aqiqa qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha aqiqaning sababidan hayotida bo'ladigan yomonliklarni o'chiradi dedi, ketkazadi dedi. Ketkazadi va uning hayotida bo'ladigan yaxshiliklar amalga oshadi deb turib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. O'sha sababdan muhtaram birodarlar, aqiqa shunaqa ulug' bir amallardan hisoblanar ekan muhtaram azizlar. Va muhtaram azizlar, bu biz bolamiz dunyoga kelgan paytida unga chiroyli ism qo'yishlikka odatlanishlik kerak. Ya'ni qiyomat kunida farzand otasidan yo onasidan yo bobo buvisidan norozi bo'ladi. Nimaga? Hayvonga atalgan ismlar bor. Mana shu ismlardan bugun ota-onalar chetda bo'lishi kerak. Nima uchun? Aynan qiyomat kunida ota o'z farzandiga haq to'lashligi mumkin. Qanday sababdan? Aslida farzandning haqqi nima edi? Otasi unga chiroyli ism qo'yishlik kerak edi. Otasi unga chiroyli ism qo'yishlik kerak. Bu bolaning haqqi edi. Bolani haqqini ota-ona xiyonat qilmasdan chiroyli ism qo'yishlik kerak. Erta qiyomatda, ey otajon, meni ismim shunaqa ism edi. Men bu ismdan norozi farzandlardan bo'lishligini Alloh haq subhanahu va taolo o'zi nasib va muyassar aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Hojiboy, rahmat Zokir aka. Rahmat Ishonbo. Mana qilgan amri ma'ruf nahiy munkarlaringizga barcha qavmlaringiz amal qilishligini, barchaga mana shunday to'y aqiqalar qilishligini Alloh nasib qilsin. Sizga ham ishing rivoj bersin. Doim elning shu hurmatida bo'lib, elning duosini olib yuring Ishonbo. Rahmat sizga ham. Amin.
Hurmatli birodarlar, mana to'y egalaridan Zokir akamiz bir duo qilib bering, shu go'dakchani haqlariga deyapti. Bismillah. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor, bugun to'y aqiqasi bo'lib turgan go'dakchani Alloh Parvardigor umrlarini uzoq qilgin, rizqlarini keng qilgin. Parvardigor qiyomatgacha Parvardigor zurriyotidan hofizi Qur'onlar, olim bu amallar, solihlar, solihalar chiqishligini Allah nasib va muyassar aylagin Parvardigor. To'y aqiqaning maqomini Parvardigor payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining nevaralariga Imom Hasan va Husonga qanaqa qilib aqiqa qilib bergan bo'lsa, bu akalarimiz, ya'ni Tohir akamizni ham Parvardigor aqiqalarining maqomini o'shanday ulug' qilgan Parvardigor. Robbim qilingan ihsonlarni ham ilohiy dargohingda qabul qilgin. Kasb-kor umrlaringizga Alloh o'zing baraka bergin. Amin va robbil alamin. Mana ustolni vaqtini berib Sep ne berem, sep, sazlayapsan. Kanka bir joyga siyib tashlama, sizga hayajonlar. Pasta, bo'l. Tozladi. Mahramni deyotmadi. Aman ham yaxshimisizlar? Maqsad. Qora turib birinchi bo'lib bo'g'inni kiyib Bo'lardan olib ikki kishida bir kishimi? Bo'lar ikki kishi pulli. Mana bir pulni qo'yib beraman. Bo'lsin, qiz bo'lsin, gardaniga do'zax tarafidan parda bo'ladi. Alloh taolo gunohlarini kechirib, solih farzandlar bo'lib voyaga yetsin. Mana shu bobolari, otalari qiladigan shu to'y aqiqalar, shariat ko'rsatgan amallar Alloh taolo ajrlarini ko'p qilib do'zaxdan parda qiladigan bir solih farzandlardan bo'lsin. Mau'iza qilinayotganda shaqiring mana kim? Mana kim mana odam? Ya indamay masa bo'lmasa gapirmaslik kerak. Jim o'tirish kerak. Qorin to'yib hamma joyda qorin to'qlaysiz. Nima deyishim odamni esidan chiqib ketyapti. Shu to'y aqiqa shariatda inson qanchalik Allohga yaqin bo'lsa, har bir amal Allohning buyruqlarini bajargan bandalarning yuzini Alloh taolo qiyomatda yorug' qiladi. Bitta hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Ayatul munafiqi salasun. Munofiqning alomati 3 tadir. Kim? Ayatul munafiqi salasun. Munofiqning alomati 3 ta. Iza hadasa kadiba. Gapirsa yolg'on gapiradi. İnson hayotini yolg'on bilan sug'oradi. Allah subhanahu va taolo Ar-Rahman surasida keladi. Sizlar rizqlaringni Allohning amrlarini takzib qilib yolg'onga chiqarishlikni o'zlaringga rizq olasizlar. Yolg'on sizlarga rizq bo'lmaydi. Xudoning borligini, Rasulining haqligini bittasi agar gapirsa yolg'on gapiradi. Va idza tumina xona. Agar bir omonat qo'yilinsa, unga xiyonat qiladi. Omonat nima bo'lishi mumkin? Birov birovga dunyosini omonat qo'yadi. Ahli bola chaqalarini omonat qiladi. Men safar ketyapman, qo'shni yoki aka uka, shu bola chaqam sizga omonat.
omonatni tagida omonat qo'yuvchini omonat qo'yilganda rioyasini qilishlik mas'uliyati omonat qo'yilgan odamdadir. Munofiqning alomati va idza tumina xona, omonat qo'yilinsa xiyonat qiladi. Omonat mana shu suhbatda guring omonat desa, bu suhbatni gurigi ko'chaga chiqmaslik kerak. Yoki birovga mana shu meni salomimni yetkazib qo'ying. Assalomu alaykum, Ismatxon Ishonboga meni salomimni yetkazib qo'ying. Yoki Ibrohim boboga mana shu salomimni ko'pdan beri ko'rganim yo'q, yetkazib qo'ying desa, shu omonatni yetkazish yo'lida harakat qilib, Qiziltoshda bo'lsa, O'makayga kelib, Ibrohim boboni ko'rmasa sizga faloncha salom aytuvdi, salomni qabul qiling. Salom aytdilar, sizga haqqingizga Allohdan sog'lik tiladilar deb o'shani yetkazib berishning mas'uliyati omonat qo'yilgan odamdadir. Yoki sizni falon joyga chaqirdi, uston joyga chaqirdi, buni aytmaslik omonatga xiyonat qilishlik. Hatto salomni yetkazmaslik bilan bir barobar. Kimdaki bir omonatga xiyonat qilsa, bilib qo'ysin, munofiqlardan bitta alomat shu insonda bor. Va idza tumina xona. Agar omonat qo'yilinsa, xiyonat qiladi. Va idza va'ada axlafa. Bir narsaga bir inson bilan va'daga turmagan odam xiyonatkor, u xiyonat qildimi, demak bu munofiqdir. Ayatul munafiqi salasun. Munofiqda alomati 3 tadir. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, agar omonat qo'yilinsa omonatni yetkazmaydi, xiyonat qiladi. Va idza va'ada axlafa. Va'da qilsa bir narsada xilof qiladi. Kimda shu 3 ta sifatdan bitta bo'lsa, munofiqlikdan bitta bor. Kimda shu 3 ta sifatdan 3 ta bo'lsa, sid munofiqdir. Uni joyi fiddarkil asfal, do'zaxning eng chuquridadir. Namoz o'qisa ham, roza tutsa ham. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz insonni fahshdan, munkardan, yomon ishdan, mana bu munofiqlik alomatlaridan insonni namoz qaytaradi. Namoz qaytarmayaptimi haromdan? Tiymayaptimi? Demak Alloh subhanahu va taolo panoh bersin, bu munofiqdir. Munofiq kim? Qur'onda hadislar bilan bayon qiladi, munofiq bu kofirdir. Faqat bir inson namozxon odamni kofir deb aytish nihoyatda qiyin. Imom Azam rahmatulloh alayh la nukaffiru musliman bi zanbin min az-zunub va in kanat kabiratan idza lam yastahillaha. Bir inson aroq ichib og'anab yotgan bo'lsa, undagi harom holatni ko'rib Imom Azam aytadilarki, bir inson gunohi kabiralardan bir gunohi kabirani qilib tursa, biz uni kofirga nisbatini bermaymiz. Agar o'sha gunohni halol sanamasa, halol sanasa, aroq halol desa harom ketdi, do'zaxiy bo'ldi, u kofir bo'ladi. Zino halol desa, zinoni qilib turgan odam halol deb qilsa kofir bo'ladi. Gunoh jihatdan qilgan bo'lsa, uni kofirga nisbat berilmaydi. Imom Malik rahmatulloh alayh kelsalar, bir odam tuproqqa og'anab, qorishib aroq ichgan, ya'ni bizda tilimizda piyanista deymiz, tuproqqa qorishib yotgan joyida Alloh Alloh deymiz. Imom Malik mazhab ulamolarining 4tasini bittasi. Imom Malik shu ismi azam Alloh lafzi shu insonning og'zidan chiqqanligidan, ismi azamning hurmatidan shu tuproqqa qorishgan odamning oldiga boribdi. Bu aroq ichib og'rayotgan bilan Alloh deyapti. Alloh har kimning og'zidan chiqmaydi. Borsa gupullab aroqni hidi kiyotibdi. Kistalardan qurmonlarini chiqardilar, yuzlarini, basharalarini tozalab, og'iz suraklarini artdilar, ustuvoshlarini qoqib, o'rinlaridan turg'izib, Imom Malik deyzot qo'ltiqlaridan ko'tarib, "Yuring ketdik" deb uyiga olib borib qo'yib ketdi. Imom Malik kechasi uxlaganlarida tush ko'rdilar. Tushda Ja'al malak, bir farishta keldi. Farishta kelib, "Ey Imom Malik" dedi. Imom Malik lafzini malaika farishta o'z lafzi bilan aytdi. Imom Malik dedi. Faryod qilib, tavba tazarruq qilib duoda
namozni tugaganlarida Imom Molik to'g'ri haligi odamni oldiga borib, "Ma sha'nuk" dedi. "Ahvoling qanday sening?" desa, Imom Molikka aytdi. "Ey Imom Molik" dedi u. "Men ko'rganimni sen ko'rding. Men tush ko'rdim, shunda nima ko'rgan bo'lsang Alloh unga ayon qildi. Men ko'rganimni sen ko'rding. Ana tubtul an, men hozir tavba qildim. Allohga tavba qildim. Yig'lab tasarruf qildim, Alloh kechirsin" deb yig'ladilar. Keyin bular duo qilib ajrashdilar. Keyin Imom Molik, o'sha kishi ismlari Hobis, aroq ichgan odam. Hobis ibn Abdulloh, bu kishi 55 yoshdan oshgan odam ekan, birodar. Qani 55 dan oshgan qarsinglagan odamlar qanday qiladi? 55 dan oshgan odam ilmga o'tiribdi. Ilmga o'tirib, shariatni ilmlarini Qur'ondan boshlab, o'zini davrida Imom Molik davrida eng mutaqaddim peshvo olimga aylandi. Biz qarib qoldikdan 40 ga keldik deydi. Tiling to'g'ri kelmaydi. Tiling to'g'ri bo'lmasa, tiling to'g'ri kelmaydi. Tiling sodiq bo'lmasa, qalbing sodiq bo'lmasa, hech qachon seni tiling, ahvoling to'g'ri bo'lmaydi. Mana birodarlar, shunda keltiradiki, ey birodar, bir insonning tashqi qiyofasi, uning xatti harakati u insonga sen baho qo'yib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lgin. Kimnidir surati, siyrati juda chiroyli, lekin qalbda illat bor. Innalloha la yanzuru ila suwarikum va la amwalikum, walakin qulubukum va a'malikum. Alloh taolo sizlarning suratlaringizga qaramaydi. Qalpog'i bor ekanmi, sallasi bor ekanmi, boshcharak ekanmi demaydi. Yashtagi bor ekanmi demaydi. Sizlarda mol dunyosi ko'p ekan, bu boydan bunga iltifot qilishga loyiq demaydi. Lekin Alloh taolo sizlarning qalblaringizga qaraydi. Qalb sizlarni boshqargan amallaringizga qaraydi. Hamma siyrat chiroyli bo'lib, amal badmunofiq bo'lsa, hamma siyrat xunuk bo'lib, Alloh taolo uni siyratini tashqi tomoni boshyalang bo'lib, taqvosi ko'p bo'lib, atrofga qarang, yosh bolalarni, yosh yigitlarni shunday parhezkor, taqvodor, haromdan to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Haqni bilaylik, gunohdan chetlanaylik. Mana duo qilaylik, Parvardigor G'iyosiddin ukamizning nabiralari solih va soliha farzandlar bo'lsin. Bugun yaxshi davr. Diyorimiz, yurtimiz obod, ofiyatda. Alloh taolo yurtdagi ofiyatni, tinchlikni barqaror qilsin. Yoshlarda kelajagi inshaalloh ko'p saodatli, eng baxtli kunlar ekanligini his qilyapmiz. Alloh taolo shu saodat topgan nabiralar qatorida shu nabirani ham Alloh taolo solih farzandlardan qilsin. Zurriyotlarni bular kamolotini ko'rib, bu dunyo, u dunyo yuzlari yorug' bo'lishligini Alloh ta'minlasin. Hammamizni ham zurriyotlarimizni dunyo bilan emas, dunyo rizqi beraveradi. Biz sizni qo'lasin. Siz dunyoni qo'llasangiz xor bo'lasiz. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhisalom aytadi, har bir insonni o'lim qanchalik izlab yursa, dunyo orqasidan shutib yuradi, shuni qo'liga tegaydi. Dunyoni bir suv topaman deb yugurib yurmang. Yugurgan odam it o'ljasiga topgandek yuguradi deydi. Alloh taolo undan saqlasin. To'y aqiqalarni qabul qilsin. G'iyosiddin ukamiz nabiralar solih va soliha farzandlar bo'lib, hamma ko'rganlar ham shu zurriyotlarga Alloh bergan ne'matga, farzand ne'matiga to'y aqiqalar qilib, otani farzandi haqqini ado qilishlikka muvaffaq qilsin. Allohu akbar va sallallohu alayhi va sallam.